Seth Klarman 1957-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida tug'ilgan. U bolaligidan moliyaviy masalalarga juda qiziqqan va iqtisodiyot, moliya hamda investitsiya sohasida chuqur bilim olishni maqsad qilgan. Klarman Baltimore shahrida o'sib, oilaviy muhitdan moliyaviy va biznesga oid qadriyatlarni o'rgangan. U yoshligida pulni tejash, oddiy biznes faoliyatlarini kuzatish va moliyaviy qarorlarni qabul qilishga qiziqib, moliyaviy strategiyalarni o'rganishga kirishgan. Shu davrda u moliyaviy bilimlarni nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliyotda qo'llashni o'rganishga intilgan. Seth Klarman o'rta ta'limni tugatgach, 1979-yilda Kornell universiteti iqtisodiyot bo'yicha bakalavr darajasi bilan tamomlagan. U yerda moliyaviy tahlil, makroiqtisodiyot va investitsiya asoslarini chuqur o'rganib, bozorlarni tushunish poydevorini yaratgan. U bu davrda kompaniyalar balans varag'i, daromad va qarz tuzilishini o'rganib, moliyaviy qarorlarni qanday tahlil qilishni boshlagan. Keyinchalik Seth Klarman Boston universiteti biznes maktabida biznes bo'yicha magistratura darajasini olgan. U bu vaqt mobaynida Benjamin Graham va Warren Buffettning investitsiya falsafasi bilan tanishgan. Ayniqsa, Benjamin Grahamning margin of safety tushunchasi Klarmanning investitsiya yondashuviga chuqur ta'sir qilgan. U doimo riskni boshqarish va kapitalni ehtiyotkorlik bilan boshqarishni birinchi o'ringa qo'yadi. Klarman uchun investitsiya qilish degani daromad olish bilan bir qatorda kapitalni xavfsiz saqlashdir. 1982-yilda Seth Klarman o'zining investitsiya boshqaruv kompaniyasi The Baupost Group'ni tashkil etdi. Bu firma tez orada muvaffaqiyat qozondi va Klarman dunyoning eng nufuzli investorlaridan biriga aylandi. The Baupost Group asosan qiymatga asoslangan investitsiyalar bilan shug'ullanadi, ya'ni bozor narxi past bo'lgan aktivlarni sotib olib, ularni uzoq muddat ushlab turadi. Klarman portfelni diversifikatsiya qilishga katta e'tibor beradi, ya'ni turli aktivlarni birlashtirib, riskni kamaytiradi. U shuningdek bozor inqirozlarida imkoniyatlarni qidira biladi va ularni sabr bilan kutib oladi. 1991-yilda Seth Klarman Margin of Safety, Risk va investitsiya nomli kitobini nashr etdi. Bu kitob investitsiya sohasida klassik asar hisoblanadi. Unda u investitsiya jarayonida riskni baholash, kompaniyalarni chuqur tahlil qilish va bozor xatolaridan foyda olish usullarini batafsil tushuntiradi. Kitob investorlarga moliyaviy qarorlarni qanday sabr bilan, intizom bilan va ehtiyotkorlik bilan qabul qilishni o'rgatadi. Klarman kitobida shuni ta'kidlaydiki, investitsiya qilish nafaqat daromad olish emas, balki kapitalni himoya qilish jarayonidir. U shuningdek investitsiyada psixologiya muhimligini ham ta'kidlaydi. Investor hissiyotlarini nazorat qilmasa, eng puxta strategiya ham muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Seth Klarman turli moliyaviy aktivlarga sarmoya kiritgan: aksiyalar, obligatsiyalar, ko'chmas mulk va boshqa investitsiya vositalari. U odatda bozor inqirozlaridan, ya'ni narxlar tushadigan vaqtlarda aktivlarni sotib olish imkoniyatlarini izlaydi. Klarmanning yondashuvi sabr-toqat, uzoq muddatli strategiya va chuqur fundamental tahlilga asoslanadi. U kompaniyaning balans varag'i, daromad va qarz tuzilishini batafsil o'rganadi. Shu bilan birga, u global iqtisodiy tendensiyalar, foiz stavkalari va kompaniya boshqaruvi bilan bog'liq ma'lumotlarni hisobga oladi. Klarmanning investitsiya falsafasining asosiy tamoyili shuki, bozorlar mukammal emas va doimo xato qiladi. Bu xatolardan foyda olish mumkin, lekin bunga sabr va chuqur tahliliy yondashuv kerak. Klarman portfelni xavfsiz va barqaror qilish uchun riskni boshqarishga alohida e'tibor beradi. Uning yondashuvi moliyaviy inqiroz vaqtlarida ham foydalidir. Masalan, 2008-yilda global moliya inqirozi yuz berganda The Baupost Group'ning strategiyasi kompaniyaga zararlarni kamaytirish va bozor tushishidan foyda olish imkonini bergan. Shu tajriba Klarmanning sabr, ehtiyotkorlik va chuqur tahlil bilan qanday muvaffaqiyatga erishganligini ko'rsatadi. Shaxsiy hayotida Seth Klarman xayriya bilan shug'ullanadi. U turli notijorat tashkilotlar, ilm-fan va ta'lim sohalariga yordam beradi. Klarman boylikni faqat shaxsiy manfaat uchun emas, balki jamiyatga foydasi keltirishi mumkin bo'lgan vosita sifatida ko'radi. U moliyaviy muvaffaqiyatni shaxsiy rivojlanish bilan birlashtirib, yosh investorlar va moliyaviy mutaxassislar uchun namuna bo'ladi. Klarman o'z faoliyati davomida ko'plab moliyaviy maqolalar va intervyular bilan tanilgan. U doimo bozorni kuzatadi, makroiqtisodiy sharoitlarni, global moliya oqimlarini va kompaniyalar faoliyatini tahlil qiladi.
Shu bilan birga, u investor psixologiyasiga e'tibor beradi. Investor hissiyotlarini nazorat qilmasa, eng puxta strategiya ham muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Klarmanning yondashuvi shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli investitsiya qilish uchun nafaqat texnik bilim, balki intizom, sabr va strategik fikrlash zarur. Seth Klarmanning yondashuvi shuningdek bozorlarning noto'liq ishlashidan foydalanishga qaratilgan. U past baholangan kompaniyalarni topadi va ularni uzoq muddat ushlab turadi. Shuningdek, kompaniya qiymati oshganda foydani realizatsiya qiladi. U tez daromad olishga intilmaydi, balki sabr va strategiya orqali yuqori daromadni uzoq muddatda ta'minlaydi. Hozirgi kunda Seth Klarman The Baupost Group dunyo va investitsiya sohasida hurmatga sazovor. Klarman investitsiya falsafasi sabr, riskni boshqarish, chuqur tahlil va uzoq muddatli strategiya orqali barqaror muvaffaqiyatga erishish mumkinligini ko'rsatadi. Uning merosi nafaqat moliyaviy bilimlar, balki investor intellekti va etik qadriyatlarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Seth Klarmanning hayoti va ishlari investitsiya dunyosida abadiy qoladi va kelajak avlodlarga sabr, intizom va tahliliy yondashuvning naqadar muhimligini o'rgatadi.